Aka-ukalar, mana Moskvadan O'zbekistonga navbatdagi avtobusimiz yo'lga qo'yildi. Aka-ukalar, mana O'zbekiston nomerida. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekranga nomerlar qo'yib qo'yamiz, bemalol обращаться qilaverasizlar. Bugun 27-may aka-ukalar. Moskvadan O'zbekistonga mana navbatdagi avtobuslarimiz ketadigan aka-ukalarimiz bo'lsa, ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Chotki. Kondisionerlar ishlayaptimi aka? Kondisionerlar? Zaryadchilar ishlayaptimi? Chotkimi? Aka-ukalar, mana ketadigan odamlar bo'lsa, bespasredniy telefon qilaverasizlar. O'zimiz olamiz aka-ukalar. Avtobuslar ideya. Chotki. Moskva, O'zbekiston aka-ukalar. Prям. Ketadigan aka-ukalarimiz ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Like, podpiska bosishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.